Oliy Majlis Qonunchilik palatasida atrof muhitga yetkazilgan zarar miqdorini aniqlashni uslubiy jihatdan ta'minlashning dolzarb masalalari mavzusida davra suhbati o'tkazildi. Tadbir O'zbekiston Ekologik partiyasi fraksiyasi, Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish masalalari qo'mitasi, Tadbirkorlik, raqobatni rivojlantirish va sanoat masalalari qo'mitasi hamda O'zbekiston Ekologik harakati tomonidan tashkil etildi. Ta'kidlash kerak, so'nggi yillarda qabul qilingan sohaga oid bir qator qonunlar, shuningdek davlatimiz rahbarining 2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining atrof muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi Yashil makon umummilliy loyihasi samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonlari, atmosfera havosi sifatini yaxshilashga qaratilgan toza havo umummilliy loyihasini amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlarni yangi bosqichga olib chiqdi. Tadbirda amaldagi iqtisodiy mexanizmlar, xususan atrof muhitga yetkazilgan zarar uchun undiriladigan kompensatsiya to'lovlari tizimini uslubiy jihatdan ta'minlash masalalariga e'tibor qaratildi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yilda atmosferaga chiqarilgan ifloslantiruvchi moddalar hajmi 2,3 million tonna. Suv havzalariga tashlangan ifloslangan oqova suvlar esa qariyb 105 million kub metrni tashkil etgan. Amaldagi kompensatsiya to'lovlari miqdori atrof muhitga yetkazilayotgan iqtisodiy zararga mutanosiblig'i yetarli darajada emas. Bu o'z navbatida ifloslantiruvchi to'laydi va tabiatdan foydalanuvchi to'laydi tamoyillarga asoslangan bozor mexanizmlarini keng joriy etishni talab etadi. Ilg'or mamlakatlarda ifloslantiruvchi to'laydi, tabiatdan foydalanuvchi to'laydi degan tamoyillar asosida bu iqtisodiy mexanizmlarni ayniqsa bozor iqtisodiyoti sharoitida amalga oshirib kelmoqda. Bundan maqsad ifloslantiruvchi korxonalar, obyektlar albatta o'zlari manfaatdor bo'lishlari kerak, ifloslantirish darajasini kamaytirish. Atmosfera havosini, suv resurslarini ifloslanishi tufayli keltirilayotgan moddiy zarar olinayotgan kompensatsiya to'lovlaridan bir muncha ko'p hisoblanadi. Shuni inobatga oladigan bo'lsak, bir guruh bizni deputatlar, mutaxassislar biz yaqinda atmosfera havosiga ifloslantiruvchi moddalarni tashlaganligi uchun va suv resurslariga ifloslantiruvchi oqovalarni oqizganligi uchun keltirilayotgan moddiy zararni hisob-kitob formulasini ishlab chiqdik. Tadbir ishtirokchilari tomonidan atrof muhitga yetkazilgan zararni baholash metodologiyasini ommalashtirish, kompensatsiya to'lovlari mexanizmlarini takomillashtirish, ekologik to'lovlarni zararga moslashtirish, zarar miqdorini hisoblashda zamonaviy monitoring va hisob-kitob tizimlarini joriy etish bo'yicha takliflar bildirildi. Atrof muhit ifloslanishdan yetkazilgan zararni aniqlash bo'yicha ishlab chiqilgan uslubiy qo'llanma taqdimoti ham bo'lib o'tdi. Davra suhbati yakunida sohaga oid qonun hujjatlarining joylardagi ijrosini o'rganish hamda ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish sohasidagi qonunchilikni yanada takomillashtirish yuzasidan tegishli vazifalar belgilab olindi.